Samarqand davlat pedagogika institutida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligining 34 yilligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Boshim uzra hilpirab tur O'zbekiston bayrog'i shiori ostida tashkil etilgan ma'naviy-ma'rifiy uchrashuv bayroq ranglari aks etgan ekspozitsiya va sahna kompozitsiyalari bilan boshlandi. Tadbirda so'z olganlar davlat ramzlarining mustaqillik timsoli sifatidagi o'rni, shuningdek, yoshlar ongida vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishdagi beqiyos ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Mutaxassislar O'zbekiston bayrog'idagi rang va belgilarning tarixiy ildizlari hamda ularning ma'naviy mazmuni haqida qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etishdi. Talaba yoshlar tomonidan davlat bayrog'i madh etilgan she'rlar, vatanparvarlik qo'shiqlari va sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Bayrog'imizning qabul qilinganining 34 yilligiga bag'ishlangan juda ajoyib tantana bo'lib o'tdi. Ana shu tantananing guvohi sifatida aytmoqchimizki, bu kunlarni orzu qilgan ota-bobolarimiz qancha orzu havaslar bilan o'tib ketdi. Lekin Allohga shukrki, shu O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishganiga hamda bayrog'imizning 34 yilligiga nishonlanayotganiga Allohga shukronlar aytamiz. Mana bugungi bayram bilan demak Samarqand davlat pedagogika instituti rahbariyatini, jamoasini, talabalarini hamda pedagogika fakulteti jamoasini qizg'in tabriklayman. Bayramona kayfiyatda o'tgan mazkur uchrashuv institut jamoasi talaba yoshlar qalbida milliy g'urur, vatanga sadoqat va davlat ramzlariga hurmat tuyg'ularini yanada mustahkamladi. Har bir chiqish, har bir sahna ko'rinishi yosh avlod ongida vatanga muhabbat ruhini yuksaltirishga xizmat qildi.